13-sentabr kuni Amerika Kengash palatasining a'zosi Marko Rubioning tashabbusi va sahifxonlik qilishi bilan Xitoy yaqinidagi xalqaro parlamentlar birlashmasining 2022-yillik xalqaroliq yig'ini Amerika Davlat Majlisi binosida rasmiy boshlandi. Bu qatimqi yig'inning markaziy temasi Xitoy hukumati navbatda harbiy va siyosiy jihatda dunyoga ig'ir xirslarni paydo qilayotganda dunyo qanday qilib bunga qarshi o'rtaq harakat qo'llanish masalasi bo'ldi. Welcome everyone. And so many thanks for joining us today for an exceptional moment indeed. My name is Samuel Kogolati. I'm a member of parliament in Belgium, and I was sanctioned last year by China for running the campaign in Belgium for the recognition of the Uyghur genocide. Yig'inning tunji kundagi bosqichi axborot e'lon qilish yig'ini bo'lib, oldi bilan Yaponiya Kengash palatasining a'zosi Yasui Funayama xonim so'z qildi. Hello everyone. Thank you so much for giving me the chance to give my opening remarks at this IPAC-DC summit. I am Yasui Funayama. U so'zida navbatda dunyoning demokratiya va erkinlik masalasida bir o'rtaq fikrda ekanligini, shu sababdan har qaysi demokratik ellardagi siyosiy yo'llarning bir o'rtaq maqsadda ekanligini, buningda ularning demokratiya va qonun bo'yicha idora qilish masalasida fikr birligi hosil qilib bo'lganligini ta'kidladi. U shu qatorda navbatda o'zlariga qo'shni bo'lgan Xitoyning insoniyatga qarshi bo'lgan jinoyatlarni qonun orqali idora qilishga zid holda oshkora sodir qilayotganligini, Uyg'ur diyori va Tibetdagi zulmlarga qanday muomala qilishning navbatda bu dunyoviy xirsga taqobil turishdagi bir turli intilish ekanligini ta'kidlab, hozir mayli g'arb dunyosi bo'lsin yoki sharq dunyosi bo'lsin, bir o'rtaq tahdid mavjud. Biz har qaysi parlamentlar bilan birlikda bu yangi daxl-taruz qilmishiga birlikda o'rtaq taqobil turishimiz lozim deb ko'rsatdi. How to deal with the PRC's inhumane suppression of human rights in Hong Kong, Xinjiang, Tibet and other areas. Shu qatorda bu qatimqi yillik yig'inning sohibxoni bo'lgan Marko Rubio banda so'z qilib, Xitoy masalasi hamda uning dunyo uchun bir o'rtaq masala bo'lib qolganligini ta'kidladi. Marko Rubioning bayon qilishicha, Xitoy hozir dunyo miqyosida yangidan bir dunyoviy tartibni o'rnatishga kuch chiqarayotgan bo'lib, bu hol navbatda butun dunyoga nisbatan bir turli tahdid ekan. Xitoy hozir o'zining siyosiy, iqtisod va harbiy jihatlardan qudrat topganligidan foydalanib, dunyo uchun tahdid, ammo o'zlarining manfaatiga eng uyg'un keladigan qabohatni dunyoga kengaytirishga urinmoqda ekan. Bu yangi tartibda demokratiyaning vayron qilinishi, qonun bilan idora qilishning xaroblashishi, diniy e'tiqod erkinligi va so'z erkinligining yo'qotilishi asosiy aqim bo'lib, bu yangi dunyoviy tartib o'rnatilsa, butun dunyo zulmga va og'ir xatarlarga duch keldi ekan. Uning aytishicha, necha 10 yillar ilgari dunyodagi nurg'un siyosiyonlar Xitoy qudrat topsa va boy bo'lsa, g'arb dunyosidan demokratiya va qonun bo'yicha idora qilishni o'rgandi deb ishongan. Ammo ular boy bo'lgandan keyin dunyoni o'zlariga o'xshash qilishga qistab, bu xil qabohatga qarshi o'tirg'a qo'yilgan barliq fikrlarni rad qilgan. Ana shu sababdan Uyg'urlar haqidagi bir qism qonun loyihalari Amerika hukumatining muzokaralari orqali rasmiy qonunga aylangan. We were able to pass the first bill with regards to Uyghurs ever to be signed into law. Xitoy bo'lsa, hozir buningga parvo qilmasdan Tayvanga bo'lgan tahdidlarni yuqori pallaga chiqarmoqchi ekan. U mushu ahvollarni umumlashtirib, hozir Xitoyning eng muhim sheriki bo'lgan Rossiya Ukrainaga hujum qildi. Ko'rib olishga bo'ladiki, dunyo qanchalik o'zgarsin, ularning xarakteri o'zgarmaydi. Shuning uchun ularni taslim qoldirish yoki cheklash eng muhim yo'l. Without something happening one way or the other with regards to Taiwan. Xitoy yaqinidagi xalqaro parlamentlar birlashmasining eng yangi a'zolaridan bo'lgan Ukraina yuqori parlamentining a'zosi Alexander Mereshko shu qatorda so'z oldi. And it was a moment of truth for Ukraine and for all Ukrainians when we realized who are our friends, who are our true friends and who are not our friends. We are fighting also for the European values. In reality, we mean by this all human values, such core values as human dignity, as democracy, human rights, tolerance, and so on.
Növbətdəki Ukrayna xalqının qarşılıq göstəriş ruhi mahiyyətdə demokratiya bilan hakim mutlaqlıq o'rtasidagi kurashning inkasi ekanligini tilga oldi. Uning fikricha Ukrayna hozir yolg'iz o'zlari uchun emas, balki Yevropaning qimmat qarshi, shundaqla insoniy haq va huquqlarning daxlsizligi uchun urush qilmoqda ekan. Ukrayna urushining g'alaba qilish qilinmasligi dunyoga demokratiyaning hakim mutlaqlıq ustidan g'olib kelish kelinmasligidan jonliq isbotlab berdi ekan. Buning uchun demokratiyani himoya qiluvchi ellar jazman bu xil hakim mutlaqlıq oldida birlikda o'rnatishi lozim ekan. Chunki hakim mutlaq kuchlarni o'zaro ittifoqliq o'rnatadigan bo'lib, bu xil kurash kimlarning do'st, kimlarning dushman ekanligini namoyon qilib berdi ekan. Xitoy hukumatı bevosita holda Rossiyaning tajovuzchilik qilmishiga hamdam bo'layotganda, Xitoyning Uyg'urlarni qirg'in qilishi Ukraina urushiga o'xshashla muhim temalardan bo'lishi kerak ekan. Authoritarian regimes help each other, they support each other, and to respond to these, democracies should be united and should be firm in our struggle. Military drills, very telling fact of cooperation, military cooperation between Russia, which commits genocide against Ukrainians, and China, which commits genocide against Uyghurs. Amerika Davlat Majlisida Uyg'urlar haqidagi qonun loyihalarining muzokara qilinishi va ma'qullanishiga zo'r kuch chiqarib kelayotgan Kengash palata a'zosi Bob Menendezmo yig'inda maxsus so'z qildi. As we have today. And China in many respects is at the epicenter of those challenges. Who would have thought in the 21st century that we'd have 1 million Uyghurs in concentration camps? That would have been a thing of the past. Bu sözdə Xitayning hozir tarixda misli ko'rilmagan darajada G'arb dunyosining demokratiya qarshiga, jumladan dunyo qarshi va qimmat qarshiga muxolif yo'sinda yangidan tahdidga aylanayotganligini. Buning oddiy bir misoli ularning millionlarcha Uyg'urni lagerga qamab, majburiy emgakni kengaytirganligini ta'kidladi. Uning fikricha Amerika boshchiligidagi G'arb ellari ayni vaqtda Xitoyni dunyo tartibini barpo qilishga qatnashsin va o'ziga yarasha tuhfa qo'ysin deb ularni dunyo savdo tashkilotiga yetkazgan. Xitoy bo'lsa bu taklifni qabul qilgan hamda tez orada bundan manfaatlanib o'zini kuchlantirgan. Ammo ular G'arbning yordamida qudrat topgandan keyin darhol o'z oldiga ish ko'rib, allaqachon muqimlashib bo'lgan dunyo tartibini o'zlarining irodasiga mos holda yangidan qurib chiqishga urinmoqchi bo'lgan. Ular qurib chiqmoqchi bo'lgan bu yangi dunyo tartibining ifodalari allaqachon Uyg'ur diyori, Hong Kong va Tibetda ko'rilgan bo'lib, dunyo hozir erkinlik va hokim mutlaqlikning qaysini tanlashdek bir keskin sinab ko'rishga The international order and seeks to change the international order in its own light. And so, in so many different ways, this is far beyond an economic challenge. This is about democracy, human rights, and the rule of law. When you can have China, as I said, have 1 million Uyghurs in concentration camps, when China seeks to exert military dominance in the South China Sea, which is incredibly important for international passage and commerce. Bu qitimqi yig'inga kelgan parlament a'zolaridan Avstraliya parlamentining a'zosi Peter Halil, Yevropa parlamentining a'zosi Miriam Lexman, Tayvan qonun turg'izish komitetining a'zosi Fan Yun qatorliqlarimi ayrim-ayrim so'z qilib, Uyg'urlarning qirg'in qilinishi, Xitoyning G'arb bilan bo'lgan hamkorlikdan hosil qilgan iqtisodiy qudratni G'arbning demokratiyasini vayron qilishga sarf qilayotganligi hamda dunyo miqyosida demokratiyani halok qilish degandek temalar haqida to'xtaldi. We collaborated on something that was intended to highlight the horror of what was happening to the Uyghur in Xinjiang province. And I certainly am of the view that we committed to ending genocide and not to waiting until a genocide has happened. And that preventing genocide is one of the things that we have to do. And all the indicators are that a genocide is taking place in Xinjiang province because of the ways in which people are being incarcerated in concentration camps, the ways in which women have experienced sterilization, the ways in which children are taken from their parents in order to deracinate them. And so many of those experiences, history has taught us, as our Japanese parliamentarian said, history has taught us why human rights matter. And they're not a Western set of values, they're a set of values that speak to the yearnings of human beings. And I've spent my life in the law, acting in cases involving those very issues. So Ian Duncan Smith and I have been involved in trying to
Yig'inning savol-javob bo'ligidan keyin ochilgan ikkinchi bo'ligida demokratiyani himoya qilish sohasidagi bir qism tashkilotlarning vakillari navbatdagi Xitoy tahdidlari hamda demokratiyani himoya qilishning yo'llari haqida so'z qildi. Amerika demokratiyani olg'a surish fondining raisi Damon Wilson bu vaqtda so'z qilib, Xitoyning hozir o'tkir kuch sifatida zulm va bostirishni dunyoga eksport qilayotganligi, ularning shu orqali g'arbning demokratiyasini vayron qilishga urinayotganligi, navbatda Xitoyning chegara halqagan ta'sir ko'rsatish urinishining hukumatlarga qadar yetib borganligini, bundaq ahvolda dunyo miqyosida demokratiyaning vayron bo'lmasligi uchun demokratik kuchlarning bir o'rtaq birlik sab hosil qilishi lozimligini bayon qildi. Our interaction in the world, not over here on the side, but central to the way that we work together to form common strategies against the most important challenges out there, China in particular, but on many other issues. Arqadalla Washington shahridagi Davlatlik demokratiya institutining raisi Derek Mitchell so'z qilib, Xitoy haqida oddiyla tasavvur bo'yicha ish ko'rishning badali egri bo'ladiganligini ta'kidladi. What are those costs and are they willing to bear those costs given the way China operates and what comes with its carrying cost in essence with China assistance. Uning qarashicha Ukrainadagi urush vaziyati qaysarlikning ulgisini yaratish bilan birga demokratiyani himoya qiluvchilarga zo'r ilhom bo'lgan. Chunki nurg'un kishilar ayni vaqtda Rossiya unda qilmaydi deb o'ylagan. Hozir bo'lsa Xitoy unchalar qilib ketmas deb o'ylashning vaqti o'tganligi isbotlanib bo'lgan ahvolda dunyoning bu xil qabohatga qarshi dast turib qo'lma-qo'l ittifoqlashishi bekmo zarur ekan. Chunki bu hol amaliyotda ma'lum bir rayonni yoki xalqni himoya qilganlik bo'lmasdan insoniyatning o'rtaq mavjudligi va boyligini himoya qilganlikka baravar ekan. This is not about China. This is an affirmative agenda about us. China made it about them because of the way they are attacking our ability to have a say in our own affairs and to order ourselves. So they make it about themselves. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy haqidagi xalqaro parlamentlar birlashmasi demokratik ellarning Xitoy bilan qanday muomalada bo'lishi haqidagi masalalarni qonun bo'yicha isloh qilish uchun 2020-yil qurilgan. Shu vaqtda uning har qaysi ellardagi parlamentlardan 8 nafar a'zosi bo'lgan bo'lsa, hozir buningga a'zo bo'lgan parlament a'zolari 29 ga yetgan. Bu qatimliq yig'in oxirlashgandan keyin mazkur birlashma bu qatimqi yig'inning bayonotini e'lon qildi. Bayonotda Uyg'ur masalasi hamda buning dunyo uchun nimalardan derak berishi, Hong Kong masalasi, Tayvan masalasi qatorliq dunyoviy temalar bilan baravar tilga olindi. The fact that slavery allowed goods made by forced labor to be sold on our markets. We have allowed our companies to be exposed to historically unprecedented theft of intellectual property.